Santexnika planimizni modellarini joylashtirib oldik. Endi buni oformliyasini istasak, mana shu planni o'zida qilsak bo'ladi. Lekin har bitta vidni kattaroq qilib joylashtirish uchun bu yerda fragmentli joylashtirishimiz kerak. Vidga o'tamiz. Video в plane. Tak, vidni fragment. Fragmentni olib, har bitta qismimiz uchun fragment yasab chiqamiz. Fragmentlarimizni yasab oldik. Bu bizda yangi vidlarni ochadi. Xuddi shu shablon bilan, lekin varroga tushishdan oldin albatta buni tekshirishimiz kerak. Fragment o'ziga bossak, mana hozir menda planirovka vidiga o'tib qolgan. Kontrol bilan uchala fragmentni mushayman va bu spiskada santexnikaga o'tkazaman. Santexnikaga o'tdi va shablon vidasini ham santexnikanikini kiritib qo'yaman. Ana endi mana o'ng tarafda sezgan bo'lsanglar, santexnika bo'limida 3 ta fragment paydo bo'ldi. Bularni endi ma'lum ketma-ketlikda mana fragment 1, 2 va 3 larni xuddi shu ketma-ketlikda keyingi varog'imizga tashlab olamiz yoki bo'lmasa bu varog'imizdan hozir tashlagan planimizni o'chirib, avval fragmentlarni shu ketma-ketlikda tashlaymiz. Birinchisi, ikkinchisi va uchinchisi. Va eng oxirgi o'rinda planni o'zini qaytadan qo'yamiz bu yoqqa. Endi buni masshtabini kichikroq qilsak ham bo'ladi. Masalan, 1 ga 100. Hamma vidlarni ushlab turib, bularga imya masshtabi masalan berib qo'yamiz. Va tabiiyki fragment berishdan maqsad fragmentdagi narsalarni kattaroq qilib ko'rsatish. Mana fragment 1 varra 16, 2 16 va 3 16. Demak, mana birimizni 1 ga 20 masshtabda qo'yamiz. Esingizda bo'lsa, bizda umumiy plan 1 ga 50 masshtabda sig'yotgandi va mana bunaqa fragment qilib ishlatadigan bo'lsak, bundan ham kattaroq masshtabda qo'yishimiz mumkinligini ko'ryapmiz. Xo'sh, buni ham 1 ga 20 dek prinsipi sig'dirsa bo'lar ekan. Granitsalarni bunaqa qilib redaksировать qilsak ham bo'ladi. Va fragment 3. Bu menimcha 1 ga 30 masshtabga tushirsak kerak. Fragmentlarimizni joylashtirib oldik. O'rta qismiga keyin legendani qo'yib yuboramiz. Demak, bu yerda razmer qo'yishni boshlaymiz. Bittasini ko'rsatib beraman, qolganlarini o'zingizlar bilib bo'ladi. Masalan, oshxona planimizda umumiy rakvinamizning razmerini qo'yib ketishimiz kerak va misol uchun suv yoki filtr uchun vывод chiqariladigan bo'lsa, buni devordan qochishini berib ketamiz. Mana bunaqa ko'rinishda va rakvinani o'rtasida turadigan bo'lsa, bunaqa razmer ham berib ketamiz. Keyingi planimizda sanuzelda deylik. Buni o'rnatish joyi, buning markaziy nuqtasi va shunga o'xshagan razmerlarni berib ketamiz. Bu yoqda rakvinani razmeri,
trapimizni razmerlari va xuddi shu razmerlarni qolgan planlarda ham qo'yib chiqamiz. Hamma razmerlarni qo'yib chiqqandan keyin bularga albatta marka qo'yish kerak. Annotatsiya bo'limida markировать по категории со свободным концом akkuratni qilib markalarni qo'yib chiqamiz. Buni hali spesifikatsiyasimizni qilmaganimiz hisobiga markalari bo'm-bo'sh bo'lib turibdi. Va bu yerga markalarimizni qo'yib olamiz. Sezgan bo'lsanglar, bizda asosiy planda mana bu dushovoylarimiz ko'rinyotidi, chunki bularga alohida fragment berganmiz. Fragmentlarda u narsalar yo'q. Shuning uchun bizda dushovoy bor joyda mana buni общий plan qilganmiz. Tepadan hozir kopiya qilib oldim. Mana bu fragment planini bu yerga olib kirib изменить, вставить по текущему виду qilaman. Shunda menda dushovoylarim ham ko'rinadi va bularga marka qo'yish imkoniga ega bo'lamiz. Оформленiyamiz tayyor.